Mashaalloh, mana bu daraxt qaranglar, go'zalligini. Akalar, bizi Toshkentda C1 ko'cha bor, kattalarniki. O'sha joy mana Andijonda ham ochilibdi-da. Ey, hormanglar. Qarochi, bu ko'chani nomi bor ekan. Mana qara, nimaga ekan bu yoq Kibir ko'cha deyiladi. Shuni men o'zim ham bilmayman, ko'p odam aytishadi, kommentariyaga yozsin. Kibir ko'cha oldingi nomi. Hozirgi ko'cha 24 ga 7 deyiladi. Ya, 24, aytgancha. 24 soat ishlar ekan. 24 soat brend ekanlar. O, narodan keldi. Juda katta. Hop, o'shani brendiviy do'konlarni hammasi chetda. Mana bu yoqda okalar polni yurishdi. Va Abdurahmon aka. Men bu bolani tutib olib keldi siz oldingizga. Men senga, bu bola Dilshod aka yur bu yoqda. Bu vashi apris bola ekan. Hala, aprisi tutib berdim men. Lekin joyi prosta yorishdi. Kelib ko'ringlar o'zingizlar ham.